Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan menga BTSdan kelgan juda ham ajoyib va men ancha kutgan bitta narsani unpacking qilamiz. Sabrim yetmasdan o'sha joyi o'zida ochib birinchi ko'rdim. Tayyormisizlar? 165 artikelli kitobi va nihoyat endi menda ham bor. O'zini ochgan bo'lsam ham ichini hali ochib ko'rmadim. Mana ko'ryapsizlar. Hali turibdi. Hozir buni ham ochamiz. Xullas bu kitob bilasizlar, readingni oshirishga juda ham yordam beradi. Men o'quvchilarimga o'zi aytdim, mana shu kitobni o'qiysizlar, xudo xolisa apparenterga o'tganinglarda olamiz degandim va ulardan oldin menga yetib keldi. Kitob juda ham sifatli ishlab chiqarilgan, tashqi ko'rinishi menga juda ham yoqdi, odamni zeriktirmaydi va ichkarisidagi artikellar ham qanaqadir rang-barang bo'lganligi uchun, rasmlar bilan rangli qilib yozilganligi uchun ham odamning e'tiborini tortar ekan va mazza qilib o'qishli kitob ekanligiga ishonyapman. Xudo xolisa birin-ketin o'qib, foydali narsalarni sizlar bilan ulashib boraman. Qayerdan olganim, necha pulga olganim qiziq bo'lsa, kommentariyaga pyurus qoldirsanglar, aniq manzilni aytaman.